Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي واعتصامي إلا بالله. Hijriy 15-asrga yangi nafas bergan Mujaddid Shayx Mahmud Afandi Naqshbandi Mujaddidi Xolidi Hazratlari Quddisa sirruhu. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Allazina amanu wa kanu yattaqun. Sadaqallahul azim. Ogoh bo'linglarki, Allohning do'stlariga hech bir qo'rquv yo'qdir va ular mahzun ham bo'lmaydilar. Ular Alloh taolo tomonidan yuborilgan barcha haqiqatlarga iymon keltirganlar va taqvo qiluvchi kimsalardir. Yunus surasi 62-63 oyatlar. Mujaddid Mahmud Afandi Hazratlari Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan buyon bezavol yetib kelayotgan ilm, irfon va ma'naviy yo'lning vorisi sifatida tarix ichida yuksak madaniyat barpo etgan va turkiylarning sog'lom islom an'analarini salohiyatli shogirdlari, darvishlar qurdirgan madrasalar, muassasalar vositasida dunyoga tanitayotgan va insoniyatga yetkazayotgan buyuk bir murshiddir. 1928-yil Olimlar diyori, valiylar makoni Trabzon shahri. Trabzonning Of tumani Micho qishlog'ida bir otaning duosi qabul bo'layotgan, bir onaning tushlari o'ngidan kelayotgan edi. Farzandsiz o'tgan uzoq yillarning ortidan bir kecha oyning osmondan tushib, qorniga kirib, atrofni oydinlatganini tush ko'rgan Fatima xonim va Ali afandi bir kuni nurli farzand egasi bo'ldilar. Shu ham ma'lumki, Fatima xonim bir marta bo'lsa ham farzandi Mahmud afandini tahoratsiz emizmagan ekanlar. Shohi Naqshband hazratlarining oltin silsilasidan 36-shayx bo'lgan Mahmud afandining bolalik chog'idagi teran fikrlari o'sha paytdayoq atrofdagi insonlarni taajjubga solar edi. Qishloqdagilar unga o'xshasin deb havas qilib farzandlariga Mahmud ismini qo'yar edilar. Mahmud afandi Qur'oni Karimni ota-onasini nazoratida yod olganida endigina 6 yoshda edi. Hali kichik yoshda ekanligida ota-onasi bag'ridan ayrilib, Qaysariy shahriga yo'l oldi va u yerning mashhur olimlaridan bo'lgan tasbihchi zoda Ahmad afandidan arabcha va forscha darslarning ta'limini oldi. Qaysariy shahrida 1 yil tahsil olgandan keyin qishlog'i Ofga qaytib keldi va zamonasining eng mashhur qiroat olimi bo'lgan Mehmet Rushdu Ashiq Qutlu xo'ja afandidan Qur'oni Karim qiroat darslarini oldi. Ilm yo'lida igna bilan quduq qazigan, tundan tonggacha bedor bo'lib chiqqan bu zot tafsir, hadis, kalom, balog'at, fiqh va usuli fiqh kabi shar'iy ilmlarni olishda davom etdi. Mahmud afandi 16 yoshida bu ilmlarni yuksak muvaffaqiyat bilan tamomladi. Bu ilm yo'lida uning ustozi Usmoniy davlatining mashhur Sulaymoniyat madrasasi mudarrisi, buyuk olim Chalakli Hoji Dursun Fayzi afandi edi. Mahmud afandi tonggacha dars qilar, oqshomga qadar esa talabalarga dars berar edi.
Shunga qaramasdan hech charchoq nima bilmas edi. U bekorchi gap gapirmas, har doim zikr va ibodat bilan mashg'ul edi. Sunnatga rioyat qilganligi va yoshlik chog'ida olim bo'lib yetishganligi uchun xalq tomonidan e'zozlanardi. Uzoq joylardan ziyoratga muxlislari kelar edi. Bandirma shahri. Mahmud afandi hazratlari 1952-yilning iyun oyida vatan oldidagi burchini bajarish hamda harbiy xizmatni o'tash uchun Marmara dengizining bir sohil tumani bo'lgan Bandirma shahriga keldi va u yerda Murshid Naqshbandiy shayxi Ahiskali Ali Haydar afandi bilan tanishdi. Shayx Ali Haydar afandi Usmonli podshohlarining huzur darslari ustozi va 4 mazhabning salohiyatli muftiysi edi. Ali Haydar afandi Istanbul shahrining Fotih tumanidagi takkasida ekanliklarida Bandirmada dafn qilingan Shayx Ali Rizo Bazzoz afandi Ali Haydar hazratlariga ko'rinib, "Darhol Bandirmaga kel va omonatingni ol" deb hali Bandirmada askarlik vazifasini ado qilayotgan Mahmud afandini ishorat qildi. Ko'rishib tanishgandan so'ng Ali Haydar afandi Mahmud afandiga buyuk iltifot ko'rsatdi. Bu o'zaro sevgini ko'rgan atrofdagilar Shayx afandiga "Endigina tanishgan bu askarga nima uchun katta hurmat va e'tibor ko'rsatasiz?" deb so'raganlarida Shayx Ali Haydar afandi ularga Allohning himoyasi va marhamati bilan uning amal daftariga hali hech qanday gunoh yozilmagan deb javob berdi. Mahmud afandi harbiy xizmatdan so'ng Istanbul shahri Fotih dahasidagi Shayxul Islom Ismoil afandi jomiiga imom bo'lib tayinlanganida 1954-yil edi. Mahmud afandida mujassamlashgan qobiliyatni ko'rgan Ali Haydar afandi unga "Ey bo'tam, koshki seni 10 yil burun tanisam edi-da, senga ko'proq xizmat qilsam edi" dedi. Mahmud afandi hazratlari endi murshidi Ali Haydar afandidan hech ayrilmas, uning ilm, irfon va ma'naviyat ufurib turuvchi suhbatlarini qoldirmas edi. Shayx Ali Haydar afandi yosh talabasiga bo'lgan muhabbati va iltifotining sababini shunday izoh qilar edi. "Menda bir avliyo qobiliyati bor. Mahmudimda esa 70 avliyoning qobiliyati mujassam." 1960-yil 1-avgust kuni foniy dunyodan boqiy dunyoga rihlat qilgan Ali Haydar afandidan so'ng Mahmud afandining yelkasiga og'ir mas'uliyat yuklandi va shundan so'ng hayotida yangi bir davr boshlandi. Chunonchi Shayx Ali Haydar afandining o'g'li Hofiz Bahouddin afandi "Otam Mahmudga qo'l bergan, menga qo'l berganidir. Uning yo'li mening yo'limdir" deb aytgan edi degan. Mahmud afandi hazratlari imomlik qilayotgan jomeida jamoat bilan shug'ullanish, ularning dardiga darmon bo'lish bilan birga bir tomondan talabalarga dars berdilar. Bir tomondan Shayx Ali Haydar hazratlarining unga topshirib ketgan vazifalari va odamlarni to'g'ri yo'lga boshlash bilan shug'ullandi. Natijada Mahmud afandining imomlik qilayotgan jomei ham madrasa, ham takka, xonaqoh, hamda islom jo'sh urib turgan va hayot mazmuni holiga kelgan markazga aylandi. Mahmud afandi ko'plab tolibi ilm, muftiy, imom va voiz yetishtirdilar. Bu kishi insonlarni ilmga amal qilishga, ixlos sohibi bo'lishga va sunnatga ergashishga chorlaganlar. Mahmud afandi zamonasining davlat va siyosat arboblari bilan ham ko'rishib, ulardan nasihatlarini ayamagan, ularning nazdida ham hurmat va e'tiborga ega bo'lgan zotdir. Mahmud afandi har doim insonlarga islom va islomiy hayotni targ'ib qilgan. O'zi ham nafsiy va dunyoviy manfaatlar ketidan quvmagan.
Qur'onni o'qitish juda qiyin va murakkab bo'lgan siyosiy jarayonning ichida ham Mahmud afandi oz fursatda 10 minglarcha erkak va ayol tolibiy ilmlarini yetishtiruvchi madrasalar qurdi. 1980-yil 12-sentyabrda sodir bo'lgan davlat to'ntarilishi arafasida u kishining huzuriga kelib, "Qani, biz ham jangga otlanaylik" deganlarida, bizning vazifamiz amri ma'ruf, nahiy munkar qilib insonlarni jonlantirishdir. Ularni o'ldirish emas, deb javob berib, odamlarni sukunat va sokinlikka chaqirganlar. Bu bilan fitnani oldini olganlar. Ahli sunnaning buyuk himoyachilaridan Mahmud afandining yaqin do'sti Sayyid Muhammad Alaviy al-Maliki u kishi haqlarida dunyoda bir necha tariqatlarni ko'rdim. Ba'zilari ilmga e'tibor berib, tasavvufni tashlab qo'yadilar. Yana ba'zilari tasavvufga e'tibor berib, ilmni tashlab qo'ygan. Mahmud afandi va uning jamoati esa ilm bilan amalni, shariat bilan tariqatni birlikda yashnatayotgan kam sonli jamoalardandir degan ekan. Muhammad Ali Sabuniy kabi mashhur islom olimi ham Mahmud afandi hazratlari haqida bu zot faqatgina Turkiyaning emas, balki butun dunyoning shayxidir degan edi. 2009-yil tarixning ilm va irfon shahri Shomi Sharif. Shomi Sharifning mo'tabar mehmoni bo'lgan zot ahli sunnaning himoyachisi, fitna va fasod hukm surgan dunyoda islomning charaqlagan quyoshi Shayx Mahmud afandi An-Naqshbandi Al-Mujjadidi Al-Holidi hazratlari edi. Mahmud afandi sharaflariga tashkillashtirilgan bu majlisni taniqli olim Husomiddin Farfur uyushtirdi. Bu masjidda Abdurazzoq Halabi, Muhammad Adib al-Qallos va Ramazon Buti kabi Shomning va dunyoning mo'tabar olimlari va shayxlari bor edi. Asrning eng muhim qurultoyi 2010-yil 24-oktyabrda dunyoning 43 mamlakatidan tashrif buyurib, Istanbulda to'plangan sohasida o'z so'zi va e'tibori bo'lgan 400 ulamo Mahmud afandiga insoniyatga ko'rsatgan eng yaxshi xizmatlari uchun unvonini taqdim qildilar. ووجههم عند مولى الفضل مقبول العلماء لهم جاه ومنزلة ووجههم عند مولى الفضل مقبول. Dunyo musulmon ulamolar birligi raisi Yusuf al-Qardoviy ulamo majlisidagi chiqishida shunday dedi: Ulamoni mukofotlash chiroyli sunnatlardan biridir. Va bu yil musulmon turk olimi ushbu mukofotga loyiq ko'rildi. Bu inson o'ziga qo'l berganlarni va atrofdagilarni iymon, taqvo, go'zal axloq, insonlarga va ilmga hurmat doirasida yetishtirdi. Bu rabboniy olim ulug' fazilat egasi Shayx Mahmud afandi An-Naqshbandiydir. U sufiy va hanafiy olimdir. U aslo xurofotchi, botillarni va bid'atlarni, fitnalarni targ'ib qiluvchi bid'atchi kimsalardan emas. Aksincha, u Allohning kitobiga, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatiga mahkam tutingan kimsadir.
Livanning Akkar muftiysi Usama Ar-Rifai mukofotlash marosimida Mahmud afandi hazratlari haqida shunday dedi: O'zim nomimdan va meni mana shu minbarga chiqib nutq so'zlash bilan sharaflantirgan olim birodarlarim nomidan aytmoqchimanki, Hindiston Haydarobod Oliy Islom universitetining taklifi bilan ummatning buyuklaridan bo'lgan zotni, qadrli bir zotni mukofotlash uchun mana shu yerda to'planib turibmiz. Bu zot juda ulug' ish qilib, kunimizni tariximiz bilan birlashtirdi. Ko'pchilik singari kitob yozish o'rniga odam yozdi. Jamiyatga olim yetishtirib berdi. Zotan bu zotning o'zi ham yer yuzida Allohning hukmlarini tatbiq qilib kezuvchi bir kitobdir. O'zi hidoyat yo'lida bo'lgani kabi boshqa insonlarni ham hidoyatga chorlovchi nur ustiga nur bo'lgan insondir. Pok qalbli va taqvo egasi bo'lgan, Allohning kitobiga va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatiga mahkam tutingan, shariat va haqiqatni birlashtirgan, o'zi ham haqiqat va shariat siymosiga aylangan. Kecha kunduz Ilahi anta maqsudi va rizoka matlubi, ya'ni Allohim, sen mening maqsadimsan va sening rizoligingni talab qilaman deyishdan to'xtamagan bu zot Shayx Mahmud afandi An-Naqshbandi Al-Mujaddidi Al-Holidi hazratlaridir. Alloh bu zotni o'z panohida asrasin. Nafaslarini ustimizdan kanda qilmasin. U kishining barokati va yordamlari ila bizlarga go'zal manfaat bersin. Payg'ambar janobimiz sallallohu alayhi va sallam Alloh taolo har asrning boshida bu ummat uchun ularning dinini yangilaydigan bir zot yuborishini bayon qilganlar. Shunga ko'ra husni zan, ya'ni yaxshi gumon bilan aytishim mumkinki, ustozimiz Hijriy 15-asr, milodiy 21-asrning eng mo'tabar olimi va ummatni tiriltirish, jonlantirish vasflariga ega zot bu Mahmud An-Naqshbandi Al-Mujaddidi Al-Holidi afandi hazratlaridir. Tili va dili, kundalik islomiy hayoti shuni ko'rsatadiki, u Hijriy 15-asrning mujaddididir. Irshod umrasi. Labbayk Allahumma labbayk, labbayk la sharika lak labbayk. 2011-yilda 50 mingdan ortiq muxlislari bilan birga asrga tatigulik umra ziyoratini amalga oshirdilar. Labbayk Allahumma labbayk, labbayk la sharika lak labbayk, innal hamda ijoza marosimi. 2013-yil 12-mayda 208 nafar ustozlarning ijozat marosimida 60 mingdan ortiq muxlislari bilan ko'rishdi. Uludag'da bir Naqshbandi takkasi. 2011-yilning bahorida Bursa shahrining Uludagʼ degan joyida insho qildirgan xonaqohda muxlislari bilan har yili diydorlashmoqda. Bu zotni ko'rish uchun uzoq yaqindan 10 minglab muxlislari oqib kelmoqdalar. Ya eyyühellezine amenu ista'inu bis-sabri ve's-salah innallaha ma'as-sabirin. Ey müminler! Dünyada ve kabirde ve mahşerde çok büyük zorluklarla karşılaşacaksınız. Altından çıkamayacağınız işlerle karşılaşacaksınız. Benden yardım isteyin. Namazla ve sabrla. Ben sabredenlerle beraberim Allah buyuruyor. Diğer ayet-i kerimede Estağfirullah, ud'ûni estecib lekum. Dua edin bana, kabul edeyim sizin için.
في حديث شريف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل آخر ويقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له. Yani her gece gecenin ikisi gecikleri kalınca Mevla Teala Tekaddes Hazretleri birinci kat semaya nüzul buyurur ki duadan var mı kabul edin, bir şey İslam var mı vereyim, mağfiret İslam var mı mağfiret edeyim. Asarlari Mahmud Efendi Hazratlarining 50 yil davomida muntazam bergan darslari va suhbatlarining oxirgi 15 yillik qismi g'ayratli talib va talibalar tomonidan qo'lda yozilib, saqlab kelinmoqda. Bu faoliyat natijasida Ahiska nashriyoti tomonidan Mahmud Efendining 9 jildlik suhbatlar kitobi nashr qilindi va davomi ham nashrga tayyorlanmoqda. Mahmud Efendi Hazratlarining qimmatli asarlari bo'lgan Qur'oni Majid tafsiri va ma'nolar tarjimasi, Qur'onning turkcha ma'nolar tarjimasi va izohidir. Bu asarda eng kichik nuqtasiga qadar Kalomullohning matniga sodiq qolingan, kerak bo'lgan joyda sharh va izohlar berilgan. Bu o'ziga xos, muhim Qur'oni Karim ma'nolari tarjimasi o'zbek, qozoq, qirg'iz, turkman, arab va rus tillariga tarjima qilingan va boshqa tillarga tarjima ishlari davom etmoqda. Mahmud Efendi Hazratlarining eng ko'lamli va buyuk asari Ruhul Furqon ismli turkcha yozilgan betakror Qur'oni Karim tafsiridir. Bevosita bu muhtaram olim boshchiligi va nazoratida bir ilmiy hay'at ishtirokida tayyorlanayotgan ushbu asarning 19-jildi nashrdan chiqqan va tafsir yana yozilishda davom etmoqda. Mahmud Efendi Hazratlari bu asarlarni yozishdan tashqari bir necha xayr va ta'lim tashkilotlarining, islom va insoniyatga xizmat qiluvchi vaqf va jamiyatlarning qurilishiga katta hissa qo'shgan zot sanaladi. Bular orasida Mujaddid Mahmud Efendi vaqfi, Ismoil og'a ilm va xizmat vaqfi, Ma'rifat jamiyati, Xongoh jamiyati kabilarni aytish mumkin. Mujaddid Mahmud Efendi Hazratlari 6 yoshda Qur'on hofizi bo'lgan. Shundan beri jamoat namozlarini hech qoldirmadi. Tahajjud namozlarini kanda qilmadi. Farzlar, vojiblar u yoqda tursin, islomning eng kichkina odobini ham tark qilmagan ulug' zotdir. Bir kunlik uyqusi 3 soatdan oshmagan, vaqtini zikr va ilm ma'rifatga sarf qilgan Shayx Mahmud Efendi minglab domla, 10 minglab talaba yetishtirdi va millionlab insonlarni ahli sunna yo'lida tarbiyaladi. Sunnatni mahkam tutishi va taqvosi bilan tanilgan Shayx Mahmud Efendi Hazratlarining o'zlari va jamoati haqida aytilgan Mahmudchilar ifodasini eshitganlarida juda ranjidilar va bir xutbada aytgan shu gaplari islom tarix kitobiga zarhal harflar bilan yozilishi kerak bo'lgan gap bo'ldi. Bizni Mahmudchilar deyishmoqda. Menga aytinglarchi, yangi din kashf qildimmi? Aslo. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning kunlik hayotlarida tatbiq qilgan 4000 dan ziyod sunnatlari bor. Shu sunnatlaridan 3 tasini tark qilganimni ko'rgan odam mening orqamdan namoz o'qimasin. Buyuk olim, komil, orif zot bo'lgan Shayx Mahmud Efendi Hazratlari Xuroson erallari, Movaronahr ulamosi, Turkiston, Buxoro va Samarqand mashoyixining Anadoluga kelib boshlagan tasavvuf asosidagi hidoyat va irshod da'vatini davom ettirgan zotdir. Saljuqiylar
va Usmoniylar davlati bilan yana ham tomir otgan bu tafakkurning dunyodagi vakili bo'lgan zot ham Mahmud afandi hazratlari. Bir necha ming yillik shonli tarixiga ega O'zbekistonning islom tarixida ham Mahmud afandi hazratlarining alohida o'rni bor. Islomiyat Hijozda tug'ilib yoyilgach, Buxoro va Samarqandda eng porloq va nurafshon holda namoyon bo'ldi. Islom qubbalari bo'lmish bu hududlarda dini mubini islomni hozirgi kungacha sog'lom va bezavol yetib kelishiga sabab bo'lgan ulug' olim va avliyolar Imom Moturudiy, Imom Buxoriy, Abu Havzi Kabir, Shamsul Aimma Xalvoniy, Marg'iloniy, Shohi Naqshband Muhammad Bahouddin Buxoriy, Hoji Ubaydulloh Ahror kabilar bu tabarruk zaminda tug'ildilar. O'zbekistonning Toshkent, Xiva, Termiz va boshqa shaharlaridan ham tarix sahifalarida nomlari oltin harflar bilan yozilgan yana necha ulug' zotlar yetishib chiqdi. Bu jihatdan O'zbekiston juda barakali o'lkadir. Hozirgi kunda paydo bo'lgan zararli va tahlikali oqimlarga qarshi kurashda bu bebaho merosning qadriga yetib, undan foydalanish g'oyat zarur va ahamiyatlidir. Hoji Abdulxoliq G'ijduvoniy, Hoji Orif Revgariy, Hoji Mahmud Anjir Fag'naviy, Hoji Ali Romitoniy, Hoji Muhammad Bobo Sammosiy, Hoji Sayyid Amir Kulol, Shohi Naqshband Muhammad Bahouddin Buxoriy, Hoji Alauddin Attor, Hoji Yaqubi Charxiy, Hoji Ubaydulloh Ahror Vali, Hoji Muhammad Zohidi Samarqandiy, Hoji Darvesh Muhammad Samarqandiy, Hoji Imganaki Samarqandiy silsilasi bilan kelgan pokiza Naqshbandiya yo'lining ulug' shayxi Mujaddid Mahmud afandiga ulzot ma'nan bog'liq bo'lgan O'zbekistonda ham hurmat ehtirom ko'rsatilmoqda va irshodining ahamiyati ko'rinmoqda. Juda ham kamtar, o'ta darajada shafqatli va muborak siymolari va shirin so'zlari bilan Alloh yo'liga da'vat qiluvchi zot bo'lgan Shayx Mahmud afandi hazratlari zamonamizning imomi sifatida ilohiy fayz va nurlarning manbai bo'lishda davom etmoqdalar. Cheksiz ilmi va irfoni, mukammal axloq va taqvosi, himmati davrning eng mashaqqatli pallalarida ham o'zlarining xizmatlari bilan asrning mujaddidi deb qabul qilingan Shayx Mahmud afandi hazratlarim hozirgi kunda dunyoning turli xil joylaridan kelgan muxlislarini Istanbul Chovush boshidagi dinga da'vat uyi deb atalgan uyida hamda Allohim abadiy qilsin uni deb duo qilgan ilm va irfon ibodat markazi o'laroq qurilgan Mahmud afandi jomiida qabul qilmoqdadir. Insonlarning dardlariga darmon va ularning hidoyat topishlariga vasila bo'lishda davom etmoqdalar.